Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana hop, Qo'shqarda o'rnatilgan buni chiroyli qilib, xudo xolasa qilibdim. Manga fafkin singani qilibdim. Hamma yog'ini zavodskiy qilib. Yana bir qator churuplar kam bor, yana kraskalarni qilib, mana yonida Qo'shqarda o'rnatilgan ekan, uni apskani qo'yib beraman yoniga, xudo xolasa. Zavodskiydan guzori bo'lgan, xudo xolasa. Mana ramallarni ishlab chiqarish holatini qarang. Cho'tkilar. Tamam sertifikatlar ham unida qo'lib o'ta ideal chiqqan. Egasi ham o'ta xursand, aka bunchalik chiroyli chiqadi deb o'ylamadim. Ming rahmat dedi egasi ham. Shunda bir rohatimiz chiqadi. Mana zavodskiy singani chiqdi, yoni ham bu Hovo T9 yangi chiqqanda yakkamiz. Buni ham polni qilibdi. Nimani qarang. Bu ikkala tomon bir tomon 50 milli bo'lgan bo'ladi, 80 tali ikkala tomon ep tashab 8 ta 150 tali o'rnatibdi. O'zini tevastagiga temang dedi, 2 tali qo'ymaymiz, yoniga 8 ta 150 tali qo'yamiz dedi, 8 ta 150 tali qo'ydi. Ponna danangi qilmagan qilib, bitta sho'rib chiqib tashqarisi mana. Shumuli zavqlargacha qilib, cho'tga qilibdi buni ham. Bu bitta xudo xolasi bugun 1 2 3 4 buni apishkasi qilsa 5 tasi chiqadi dedi, uni qo'lida. Buni ham xudo xolasi cho'tga qilib bitta kamizga 2 talikka moslab. O'ta baquvvat qilib. Egalar xursandlar, bu ham usulini qilib qo'yibdi. Hammasini egalar şeyde yurishibdi. Bemalol ustimda turib, nima kam ko's bo'lsa ko'rsatinglar dedim. Insongarchilik. Hech qanaqa jo'latgachi yo'q. Men bitta dogovor qildim, xohlasani bundoq qildinglar, xohlasani bundoq qildinglar deb aytaman. Chunki pul sanagan haq berdi. Hammamiz ham insonmiz. Xato kamchiliklar bo'ladi. Agar bu kami bo'ladigan bo'lsa qilib beraman deb aytamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib qilibdi. Mana yaqindan ko'rish mumkin, yana qo'shimcha gagabotdan tishib manimdan. Usulini qilib, mana o'zinikidan ham semiz ham baquvvat mana o'zini zavodskiy o'staman. Mana 2 talik moslab yana usulini qilib qo'yib berganman. Ponni 2 tadan dababga qo'yib, og'ga ham dababga qo'yib, cho'tki qilib berganman. Hammasi joyida. Bu yerga yangi ishxona ko'chganmiz. Shopurlarga ham xudo xolasa sharoitlar yetarli. Kelishsa mana issiqxonalarimiz bor, yotoqxonalarimiz. 2 ta yotoqxona, hojatxona, hammom, dush, hamma sharoit bor. Mana issiqxonalarimiz chiroyli qilib qo'ydi. Qo'ldan kelgancha. Bemalol ichkarida issiqxonada yotib, atrofda mashinani kim nima qilibdi, hammasini kuzatib turishaveradi. Mana evi qo'yam kelgan, buni kabinaning orqasiga o'rnatamiz. Xo'roz hech narsadan kamchilik bo'lmaydi. Bemalol kimga qanaqa xizmat bo'lsa, nomerlarni pastda qoldiramiz, aloqa chiqaverasizlar.